Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchi o'quvchilarim. Bugun sizlar bilan Advanced dasturimizni, ya'ni ustav fondini e'lon qilishni ko'rib chiqamiz. Undan oldingi darsimizda korxona tashkilotimizni ro'yxatdan o'tkazgan edik. Ustav fondini e'lon qilishimizni sabablaridan biri korxona tashkilotimizni ertangi kunda hisob-kitob ishlari uchun bu muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Hop, Advanced dasturida, ya'ni 8.3 programma dasturida ustav fondi qanday e'lon qilinadi? Birinchi navbatda ustav fondini e'lon qilishlik uchun operatsiyaga kiramiz. Ya'ni chap tomonda 3-da, ya'ni fayl pravka nomli operatsiyaga kiramiz. Operatsiyaga kirganimizdan keyin operatsiyani within вручение kiramiz. Operatsiyani within вручение kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bunaqangi oyna kelib chiqadi va добавить tugmasi bilan kiramiz. Добавить tugmasiga kirganimizdan keyin mana bu yerda firmamiz yozilib chiqadi va mana bu yerga sanab qo'yamiz. Ya'ni sanani muhim e'tibor berib qo'yamiz. Ya'ni bu ustav fondi e'lon qilingan sana. Ya'ni misol uchun 01.03.2025 yil. Ya'ni mart oyida ustav fondimiz e'lon qilindi. Mana bu yerga содержаниеga yozib qo'yamiz. Ustav fondi e'lon qilindi. Ya'ni ustav fondi e'lon qilindi. Ustav fondi e'lon qilinishini yozib qo'yamiz. Ana endi добавить bilan, ya'ni provodkalarni beramiz. Добавить qilganimizda mana bunaqangi oyna kelib chiqadi va biz 3 nuqta bilan provodkani tanlaymiz. Mana buni ustiga yozib ketsangiz bo'laveradi, lekin 3 nuqta bilan kirib provodkani tanlaganimiz ma'qulroq. 4610 debitimizda 4610 bo'ladi. Ya'ni ustav fondidan bo'lgan qarzdorliklar. Buni yozamiz. 2 marta tesak tushadi va sub shotlarimizga o'tamiz. Keyingi betga o'tamiz. Bu yerda ta'sischilarimiz nomini tanlaymiz. Ya'ni bu yerga ham 3 nuqta bilan kirsak, mana bunaqangi oyna kelib chiqadi va biz oxirida учредительni tanlaymiz. Ya'ni ta'sischiga. Deylik, misol uchun uchreditelimiz Ahmad bo'lsa, mana Ahmad tanlaymiz. Agarda uchreditelimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, pastiga yana tushib yozib ketaveramiz. Endi shot darajasiga kredit tomonga yozamiz. 4610 ga 8330 adashmasam 8330. Ya'ni pay urishlar. Qismat yozamiz va bu yerga kelib tushadi. Bu yerga ham uchreditel tanlaymiz. Uchreditel va Ahmad. Va oxirida mayda summani yozamiz. Deylik, misol uchun 100 million so'mga ustav e'lon qildik. 100 million so'mni yozamiz. 100 million so'mni yozganimizdan keyin summa operasionida ham paydo bo'ladi. Hech narsa bu tomon ko'rinmayapti. Mana 100 million so'mni yozganimizdan keyin mana summa operasionida ham paydo bo'ladi. Va biz oxirida OK tugmasini desak, mana ta'sisimiz birinchi marta ta'sis 100 million so'mga ustav e'lon qilindi. Buni to'g'ri bajarganligimizni qanday bilsak bo'ladi? Severni turib ketamiz. Обороткani ko'taramiz. Обороткani ko'tarish uchun biz mana bu yerda tugma summani ezamiz va smartfonni отчетni belgilaymiz. Smartfonni отчетni belgilaganimizda mana provodkamiz esinglarda bor edi, 4610 ga 8330 mana bu yerda debit tomon, mana bu kredit tomon. 4610 ga 8330. Demak, ustav fondimiz e'lon qilindi. Mana shu yerda оборотga hisoblanadi. Har doim обороткani e'tibor berib qo'yasizlar, sanasiga e'tibor berib qo'yasiz. Agar sanani noto'g'ri teradigan bo'lsangiz, deylik, misol uchun mart demayman, aprel oyi qilib qo'ying. Aprel oyi qiladigan bo'lsangiz,
mana buni ham aprel oyi qiladigan bo'lsangiz, оборотingiz ko'rinmaydi. Smart отчет bersangiz, это aprel oyini belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, mana отчеtingiz ko'rinmay turib olishi mumkin. Noto'g'ri sana, noto'g'ri yilni tanlab oladigan bo'lsangiz, отчеtingiz, saldoingiz ya'ni ko'rinmay qoladi. Shuning uchun mana bu sanaga e'tibor berib turamiz. Ya'ni qachon e'lon qilinganligini sanasi bilan mana bu оборотный ведомость sanasi bir xil bo'lishligi kerak. Bu videoga kirsak, mana 1-martdan 2025-yilda e'lon qilinibdi. Ya'ni ushlab e'lon qilingan sanani biz kiritamiz. Shunda mana 1-martni belgilab oldik. 1-martni belgilab olganimizda mana оборотный ведомостimiz chiqib keldi. Demoqchiman, sanaga, oyga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana bu ведомостьni, оборотный ведомость orqali siz buxgalteriya provodkasi to'g'ri berib borayotganingizni bilib olishingiz mumkin. Agarda birorta yerda qizargan holat yuzaga keladigan bo'lsa, shuni ichiga 2 marta eshitsangiz, ya'ni analiz счёti bor. Bemalol mana kirib, qayerda noto'g'ri provodka berganingizni mana bu yerda ko'rib borasiz. Biz hozir to'g'ri provodka berganimiz uchun qizargan holati mavjud bo'lmadi. Xo'p, bugungi darsimiz mana ustav fondini e'lon qilindi.